Sizlar bilan bugun Shoh Stromer, ya'ni men sizlarni bugungi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Videoni cho'ziyotmaymiz. Videoni qani boshladik. Go. Voy, ertalab ham tushibdi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Shoh Stromer. Soat ham mana 8 bo'libdi. Bugun menda sizlarga zo'r yangilik bor. Men o'zimni shaxsiy telefon do'konimni ochmoqchiman. Menda hozir yetarlicha emas-ku, lekin ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor. Shunga yetgancha narsa olamiz. Xo'sh, birinchi men tomorqamdan sabzavotlarni yig'ishtirib kelsam, keyin uni merga pullaymiz. Do'stlar, iltimos kanalimizda shu yilning oxirigacha 1000 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lishni unutmang. Iltimos sizlardan poddeshka qilsalaring menga juda ham yaxshi bo'lardi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib qolaman. Endi ovozda kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Xo'sh, endi sizlarga masalani aytdim. Endi uni nega sotish kerak bu narsalarni? Sizlardan juda ham ko'p so'raydigan narsam shu. Kanalimizga obuna bo'linglar, iltimos. Yil oxirigacha 1000 ta bo'lsak, juda ham yaxshi bo'lardi. Men derdim. Endi shu bor gapimni aytib qo'ydim. Endi men ham yangi bloger bo'lmoqchiman, shuning uchun ovozda kamchiliklar o'zlaring tushunasizlar deb o'ylayman. Xo'sh, endi qanaqa foyda keladi degan savol bor-da menda. Telefon do'kon ochsam qishloqda. Koshki meni ham videolarimda ko'p kishi ko'rib olsa. Nima deyotganimni o'zim uncha tushunmayman ham. Endi bularni menga sotamiz. Xo'sh, non kerak emas, bizga kartoshka. Xo'sh, sabzi. Bo'ldi, shu narsalarimizni pullashimiz kerak. Xo'sh, unda qara ketdik. Mer, uyingizga kirsam bo'ladimi? Ha, albatta kiraver. Xo'sh. Salom Mer. Telefonlarni o'ynab o'tiribsizmi? Shu desiz, men sizga hosillarni yig'ishtirib kelgandim. O'shanga pulimni to'lasiz. Hozir sizga narsalarimni tashlayman. Shularni narxini aytasiz. Uzr. Nimaga meni urasan, ahmoq? Uzr, Mer. Mana sizga meni hosilim. Shularni qanchaga deysiz? Unga pullarni tayyorlab beraman. Ungacha sen kutib tur. Xo'p, mayli, hozir. Xo'sh, ana do'stlar, menga pulni beradigan bo'ldi. Hozircha uyimizga borib kelishimiz kerak. Yomg'ir ham yog'yapti. Xo'sh. Shu meni ham pulimni ko'rib olay. Anchagina pulim bor. Alyo, ha Mer, eshitaman. Pullaring tayyor bo'ldi, kelib olib ketishing mumkin. Xo'p, hozir boryapman. Do'stlar, pullarimiz tayyor bo'libdi. Qani borib olib kelsak, endi juda ham ajoyib bo'lardi. Mer, men keldim. Kir, tezroq. Xo'sh, kirib endi pullarni olsak. Pullar uchun rahmat do'stlar. Mer. Uzr do'stlar, endi ovozim ham jinday o'zgarib qolgani tuyulmayaptimi? Xullas,
boya aytganimdek gaplarimda endi adashishlar bo'ladi, shuning uchun oldindan uzr. Bizni pullarimiz qancha bo'ldi ekan? Xo'sh, ancha yig'ilibdi. Qani? Xo'sh. Bu pullarga endi biz yetkazuvchiga pul to'lash, pul bersak ham bo'laradi. 10 dollarlik. Oho, ancha pulimiz bor ekan. Bo'ldi, endi yetkazuvchiga telefon qilsak ham bo'laradi. Xo'sh, mana bu. Mana bu. Alo. Menga shu buyurtma bermoqchi edim-da. Ha? Menga shu ikkita daraxt, keyin telefonlaringiz bormi? Yangi chiqqan. Ha, bor. Oxirgi model. O'shalardan menga endi boricha bittadan olib kelaverasiz. Keyin bir stak tosh. Ha, xo'p. Keyin shu menga rasm iladigan bormi? Bor. Buyum iladigan. O'shandan 16 ta olib kelasiz. Mayli. Buyurtmani kutib qolaman. Tezlashtirsangiz yaxshiroq bo'lardi. Xo'p, hozir yetib boradi. Ana do'stlar, buyurtmamiz kelishni boshladi. Videoni hozircha qatirib turaman, kelguncha sizlar ham kutib o'tirmanglar. Buyurtmangiz keldi. Do'stlar, buyurtmamiz keldi, qani. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana buyurtmangizni olib keldim. Qayerga qo'yay? Mana bu yerga qo'ying, mana bu yerga. Xo'p, mana qo'yyapman. Mana buyurtmangiz. Shuni ichida bormi? Shuni ichidagi. Aytilganimdek, yangi modellar. Meni xizmat haqqi qancha bo'ldi? 400 dollar bo'ldi sizdan. 400 dollar. Unda mana sizga 40 dollar marojna yeb olasiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, mayli, rahmat. Do'stlar, endi biz do'kon ochsak bo'ladi. Bizda shu narsalar bor. Endi pullarimiz ham ortib qoldi bizda. Shu instrumentlardan do'kon qurishimiz kerak. Shu narsalarni olamiz biz. Do'stlar, mana bu gadjetlarni qaranglar. Bir-biridan zo'r. Bu narsalarni sotib anchagina soqqa qilsak bo'ladi. Endi do'kon qurish uchun mos joy, mana bu yer juda ham mos bo'lardi. Qurishni boshladim bo'lmasam. Videom boshida aytib o'tganimdek, do'stlar, shu yilning oxirigacha 1000 ta bo'lmoqchi edik. Shunga endi paddeshka qilib obuna bo'lsanglar degandim. Videoni tayyorlash uchun ham ancha mashaqqat ketdi. Shuning uchun iltimos sizlardan shu mehnatimizni qadrlagan holda bizga obuna bo'lib qo'ysanglar degandim. Agar ko'proq aytib o'taman shu gapni, ovozdagi kamchiliklar bo'lsa, iltimos oldindan uzr so'rab qo'yaman. Chunki bu kanalimiz yangi. Kamiga biz ham endi yangi blogermiz. Chunki bizning videolarimizni ko'p kishi ko'rsa deymiz. Biz ham 1000 ta bo'lsak deymiz. Shuning uchun bizni paddeshka qilgan holda obuna bo'lsanglar degandim. Xo'sh, uyni ham, ya'ni do'konni ham qurib bitkazyapmiz. Xo'sh, mana bu yerdan biz instrumentlar yetarmikan? Yaxshi ham 2 stak buyurtma qilganim do'stlar. Hozir 1 stakda agar yetmagan bo'lardi. Mana bunday qilsak, demak yetib qoladi. Endi tomini yopsak bo'laveradi. Tomini yopamiz va
bizga yo'q, neti qo'yilib qoldi. Bol. Xo'sh, bu narsalarni qanchadan sotsam bo'lar ekan endi? Sal qimmatroq sotaman, chunki bular Toshkentdan keltirildi. Sizlarda video davomida sizlarda kam vaqt ketgan bo'lishi mumkin, lekin bizda anchagina vaqt ketdi. Chunki buni shahardan buyurtma qildik, shuning uchun anchagina vaqt ketdi. Yo'q, nimaga qo'yildi bu? Xo'sh, mana bu yerdan, keyin mana bu yerdan. Endi mana bu yerda deraza. Yo'q, neto qo'ydik. Bo'laveradi ham. Buni mana bu yerga, keyin xo'sh, yo'q. Nimaga unday qo'yiladi? Biz mana bu yerlarni ko'raverik. Bu yerga yarimta blok qo'yishimiz kerak, chunki yaxshiroq chiqadi. Dekoratsiyasi yaxshiroq. Bu muammo emasmi-ki? Yo'q, nimaga unday qilyapti? Bitta versa kelsa boramiz. Buni muammoli tarafi yo'q. Xo'sh, endi buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Foydasi tegadi. Keyin bizga bitta yo'q. Bizga kirka kerak. Keyin mana bu blok ham keyin aytganimdek kirka bo'ldi. Xo'sh, endi qorong'i ham tushibdi. Uyga borib tezroq uxlab olmasam bo'lmaydi. Mana bu yerlarni sindiramiz. Videomiz ancha cho'zilib ketyapti do'stlar, shuning uchun videoni qisqartirgan holda hozir to'xtatib qo'yaman. Sizlarda bir zumda bo'ladi shu narsa. Mana do'stlar, sizlarda bir zumda bo'ldi, lekin ancha-muncha vaqt ketdi bunga ham. Xo'sh. Lekin bu do'konimizga kommentariyada 1 dan 10 gacha baho berib yuborasizlar. Endi shuncha mehnatimiz ketdi. Mana gadjetlarimizni qo'yib qo'ydik. Endi odam kelishini kutsak bo'ldi. Yomg'ir ham yog'ardi uning ustiga. Xo'sh. Endi kim kelar ekan? Biz o'tirib turamiz endi. Ana, shinamgina do'konimizda o'tiribmiz. Burada boyagi kelyapti. Yo'q. Qaraydi, mana shulardan bittasini olsa edi. Keldi. Yangi do'kon tushibmi bu yerga? Boyaka bugun tushirdik-da bu do'konni. Bugun ochdim men. Shunga qaysi telefonlardan beray? Mana koronkalar bor. Qulluq bo'lsin do'kon. Rahmat, qulluq. O birinchi qatordan birinchisi bilan uchinchisi, ikkinchi qatordan birinchi naqani berib yuboring. Yo'q. Telefonlarni. Boyaka rostdanmi? Rostdan. Yo'q, lekin siz haqiqatan boyaka rahmat, lekin chunki hozirgina ochildi-da bu o'zi. Mana shularida mana sizga ko'rinishdan zo'r. Qancha bo'ladi bu? Shu $600 bersangiz yetadi. Boyaka uxlab qoladigan peli borda buni. Endi voy. Boyaka. Oy, boyaka. Uyg'ondingizmi? Uxlab qolgan shunaqa belim bor, uxlab qolish. Undan uxlab qolish yaramaydi-da. Sizdan $600 bo'ladi. Endi pulni berarsiz. Mana oy. Baribir kibringiz borda.
Meni yurgiz desa baribir. Ha bu aka ya. Oh. Menga $60 ko'p beryapsizmi? Hadi cho'chaqasi bilan. Yo, rahmat bu yerda. Oldim. Rahmat. Dukaningizga omad. Quvvating bersin. Ketdi. Rahmat. Uyda telefondan o'ylaydilar ekan. O, rahmat. Yo, do'stlar. Bizga $60 ko'p ham berdi. Yo. Biz boymiz endi do'stlar. Biz boymiz. Endi biz ham uyimizga ketdik. Bugunga yetadi. $600 bir kunda do'stlar. Yo, 3 ta narsadan men bu narsalarning jamisini ham $400 ga oldim. Boy aka baribir boyligi yaxshi-da. Xo'sh, bu yerda tursa turardi. Endi uyga kiramiz. Xo'sh. Sandig'imga narsa pulimni solib qo'ysam, bunga yetadi mana.